Hammaga salom. Xayrli kun kimgadir xayrli tun. Shtativlarimni tayyorlab qo'ydim. Bolaga ovqat soldim, zavtraq bo'ldi уже. Pirlovka sho'rva bugun. Oyna yuvamiz. Maza qilib o'ynab o'tiribdi, hamma joyi yoyib. Hozir qiladigan ishim xonamni sortirovka qilib yig'ishtirib, hamma joyini oynalarni yuvishga o'taman. Ko'rib turganingizdek bardaq ertalabki. Ayroqni misli kiyimimni almashtirib oldim. Pijamani qilmaydi. Shuni chiqarib tashlaymiz. Bu yerda kislorodniy penka tayyorlab olganman. Bu romlarni achish. Oynamni polniy kislorodni очистительni qilib artgan edim. O'shani yuvib chiqdim. Endi oxirida bilan artib tashlayman. Hamma joyini tozalab berdi. Top-toza qilib. Mana podakolniyimga boya to'kildi. Podakolniyim ham top-toza. Shunaqa. Hozir bu bitta oyna meni xonamdagi, ikkinchi oynani ham artib, qolgan video oynalarni ham artib chiqaman. Bu yaqinlash uchun. Hammasini tozalab artganman, 3-4 martalab artganman. Oynani yuvib bo'ldim. Ishlargacha. Endi panjaramni bemalol artsa bo'ladi. Men oldin suv septirardim-da, ko'chadan shlankadan septirib, keyin panjarani artardim. Hozir endi oynani birinchi yuvib qo'yganim uchun bittalab changini artib chiqish kerak. Oynamni orqasini ochib arta olmas ekanman. Ana bu yerda arini ina turibdi. Mana tattaga qurgan. O tepadasini churib tashuvdim. Tepada bor edi. Endi bu tepada ham bor ekan. Kim menga o'xshab aridan qo'rqadi. Kichkina nur bor. Ko'ryaptimi? Ana. Ana. Bittasi uchiribdi shu arini churib tashlaganimga uchiribdi. Men arini o'ldirishdan qo'rqaman, o'ldirmayman ham. Shunga endi men mana pardasini yechgan paytda orqasini yuvmasam, boshqachasiga yuvamayman. Faqat hozir endi oldini yuvib qo'yaman. Kichkina to'g'ri ishlatayotganim bu kislorodniy очиститель. Ramkalarni yuvib chiqaman. Keyin bu yog'ini oddiy latdan artib chiqaman. Oynasini ham yuvsanglar bo'ladi. Oynasi agar dog' va narsasi bo'lsa, kislorodniy очиститель bilan yuvsanglar, ketqish qiyin bo'ladi, lekin zo'r yuvib beradi, effekti zo'r. Oynani ham artdim, orqasini artmadim chala. Endi bolaga narsa qilib berishim kerak, ungacha mana bardaq. Yuribdan naskisini ishlashiga. Ovqatini qilib yedirishim kerak. O'sha hamma bilsa kerak, men bolam blenderda qarayam. Hozir ovqatini blender qilamiz. Ovqatni blender qilamiz. Ovqat tayyor. Ozgincha sariyog'. Bu ham ozginchasi juda ko'p pishirish mumkin. Ovqat ham ko'p etdi. Ichiga har xil narsalar qo'shaman. Qovoq,
Kabachki, brokoli, barcha sabzavotlarni qo'shaman. Ko'p turganlarda ichida ancha hali yana donlari bor qozonda. Buni hozir yeydi. Bu kechqurunga, ertaga obedga. Shuncha ko'p dedim-da. Bu suv. Bolam riski suv so'raydi. Обязательно suv tayyor bo'lishi kerak. Qozon tovoqlarimni yuvib qo'ydim. Endi buni yuvib qo'ysam, keyin bemalol ovqatini yedirsam bo'ladi. Xudoga shukr. Uradi bu. Mana shu qoldi. Bo'ktirib qo'ydim buni ham hozir yuvib tashlayman. Endi buni yuvganimni bitirmayman, hammasini bir xil yuvaman. Ikkitasi, anaqa kuxnyanikini yechganim yo'q. Telefonimni ham zaryadkasi o'tirib qoldi. Orada zavtrak ham qoldim. Zavtrak plus obed. Hozir buni yuvaman. Buni men oddiy suv bilan yuvaman. Ничего такого. Changi hammasi chiqadi. Oh, ikkita tomon bilan yuvib, qurulatib tashlaman. Tayyor. Bitta ham yuvib bo'ldim. Endi men xonamga o'rnatsam buni. Xonamga zo'r o'rnatdim, chunki panjarani juda ham yaqin qilib qo'yishgan oynaning oldiga. Hamma yoq bardak. Yig'ishtirsanmi, taxliysanmi, farqi yo'q. Naski sirish o'rganganmiz. Endi hozir uxlatishga harakat qilaman. Balki men ham uxlayman shu bilan. Biz bu yerni taxliymiz. Keyin uxlashga harakat qilamiz. Shunchalarni o'ylab o'tiribdi. Hamma yoqda yoyilgan yana kiyimlar, naskilar. Bab yaxshi uxlamadi. Uyg'onib ovqatini yeb, kechki ovqatini yeb bo'ldi. 9:30 bo'ldi. Sekin yuvintirib uxlataman.